Koreyada bowling o'ynash necha pulga tushadi? Odamlar o'sha video oxirida aytaman demayman, boshdan aytib qo'yaman. Kishi boshiga 4 ming won ekan, partiyasi, ya'ni o'zbek puliga 35 ming so'm bo'lar ekan. Uyimdan uzoq bo'lmagani uchun piyoda borib keldim. Bowling kirish mana shunday ekan. Mana narxlarni ham ko'rib turishingiz mumkin. Oyoq kiyimlar bemalol mana shunaqa joydan o'zingizga to'g'ri kelgan razmerda olib kiyib olsangiz bo'lar ekan. Snake, pinak bu narsa yemoqchi bo'lsangiz mana shu yerdan zakaz qilasiz ekan. To'plar esa mayda turar ekan, bemalol to'plarni olib o'zingiz foydalanishingiz mumkin ekan. Qarasam odamlar chimadan olib keladi. Bu chimada nima bor ekan desa, hammasi o'zlarining to'plarni olib kelar ekan. Bular shunaqa darajada xobbisiga investitsiya qilishar ekan. Har bitta doroshkasida telefon bor ekan. Bunda O'zbekiston telefon qilib yurmanglar. Bu faqat zakaz qilish uchun ekan. Men kofe zakaz qildim xolos. Hamma o'rtoqlar bilan kelsa, men bitta o'zim kelib telefonim noqulay bo'lsa ham videoga oldim, lekin strike bo'ldi. Ishonmaganlar uchun mana shunaqa Telegramda ham alohida video tashladim. O'rtoqlarimga challenge ko'rishlar mumkin. Bunda to'pni yaxshilab artib oldimda, bitta qo'limni videoga olib, bitta qo'limda ochishga qaror qildim va sekin to'pni olib borib aylantirib ochishga qaror qildim. Qarab turinglar. 1 2 3 ketdi mana. To'pni aylanishiga baho beringlar. Tarang strike bo'ldi. Maqsad ajoyib.